avariyniy situatsiya bo'lib qoladigan bo'lsa, endi sразу tormoz bosilmaydi-yu. Kalirovkadan chiqsa, endi chang bo'lyapti, hozir remontga qilish kerak. Hadovoy to'kib tashirkan. Bu balon bilan o'zini 400 kiloli atrofida ortilsa bo'ldi. Nimaga bunaqa kichkina diska qo'yilar ekan? Bu labini kattaroq qo'ysa emasmikan? O'zi aka, bilsangiz, bu labi oldin ishlab chiqarilayotganda boshqacha balon bilan chiqadi. Bemalol mana tonnali yuklarni ham olib ketyapti. Bu hozir yangi chiqayotgan balonida bilsangiz aka, uje men 300 kilo ortayotganimizda uje cho'kib qolyapti-da yerga. Bu balon bilan o'zini 400 kiloli atrofida ortilsa bo'ldi ekan-da. Undan u yog'iga ortib balon menimcha yorilib ketadi deb o'ylayman. O'zimizda chiqayotgan ekan bu balonlar, bars. O'zimizda chiqyapti-da. Bunga risor ham qo'yish kerak-da aka. Yana дополнительный. Hozir unaqa katta yuk tashilmayapti-yu, o'shanki risor shart emas deb o'ylayman bunga. Lekin yo'lda ortsa o'zi 150 kilo, 200 kilo narsa ortamiz-yu. Tormoz bossiz, gazi bossiz yomon chiylab qo'yadi lekin balonni bilasizmi? Ha, urishib tortadi. Endi keyin ham Spark balonni gaplashyapti-ku. Nimaga orqasiga kichkina taqqansan, pakurishga, oldiga katta taqqansan deb gapiryapsizlar. Bu orqaga kichkina taqqanimdan maqsad endi bolalar bilan yurishimiz bor, ishdan keyin kontorga borish, gaplashib o'tiramiz choy poy ichib. Amazonga rezinka qo'yganman. O'shani hisobiga bu orasi ochuv bo'lib turibdi. Ustki taqqanim sababi tepaga mana parolga tepib qolmasligi uchun. Oldiga taqqanim sababi oldiga 55 taqqanman, orqaga 45 taqqanman. Oldiga 55 taqqanim sababi hadovoy sistemasi yumshoq bo'lishligi uchun oldiga 1.95 ga 55 taqqanman. Ko'rsak bo'ladi. Aka, bunga rezinka qo'ymadim. Mana 1.95 ga 55 16 balon olib turibdi. Agar bunga ham xuddi orqadagi ustki balondan qo'yganimda lekin hadovoy to'kib qo'yardi aka. Yana nima deb qolasiz? Saketga qo'ymoqchi bo'lganligi qanaqa ekan? Tortishlari o'zgarib qolmaydi, spirometr aralashtirib bo'lmaydimi? Endi qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Moshina shahar ichida yursa yaxshi, razgonga ozgina qiynaladi, lekin yurib olgandan keyin ancha plavni yumshoq yurar ekan. Men bilsangiz, Qo'qon diskida yurdim 15 ta. O'zimdan Gentra balonni taqib oldim. 1.95 ga 55-15 edi. U lekin aka hadovoyimni ancha to'kdi. O'zini zavodskoy balonga qaraganda ancha jo'skiroq ekan. Boshqa balonlarga qaraganda ancha Gentraning zavodskoy baloni ancha jo'ski ekan. Hadovoy to'kib tashirkan. Maslahat so'radim diskachilardan, mana shu diskani qo'yishimizdan oldin urkazatsiyadan so'radim. Aka, mana shunaqa vaziyat. Kech payt babi kiraga chiqishimiz bor dedim. Hadovoy to'kib qo'ymasligi uchun qanaqa balonni nimaga taqishimiz mumkin dedim. Bahodir akaning mashinasi zapaska taqib qo'yganman deyman orqaga. Kichkinasidan. Bular ham 17 olganlar, 17 taqaman deyapti. O'shanga shu aka, maqsad shunaqa edi. Maqsad orqa balon tepib qolmasligi uchun 205 ga bu. 205 ga 45 taqqanmiz. Orqa shiroki bo'lib turadi, pasatkasi sal oldi sal ko'tarilib noroq bo'lib qolibdi, keyin mashina qanaqadir. Uni oldi. Uni qanaqaroq bo'lgani uchun. Uni orqasiga yana bitta rezinka qo'yishim kerak edi. Rezinka qo'ygandan keyin uruven tekislanadi xolos. Necha pul endi bu narxi endi примерно? O'rtachasi yangisini qanchaga olsa bo'ladi? Hop, yangisi mana shu 350 lar atrofi bo'lishi mumkin. Bu o'sinni yengisi. Atak yengisini bilmadim-u. Eskisini mana shu haydalganini o'rtacha sostoyaniyasini diska balon $200 ga berishyapti. $200 narxlashyapti-da. Hali qorda haydab ko'rmadingiz lekin, bunaqa sakit diska. Yo'q, hali qishda haydab ko'rmadim. Qishda menimcha qiynalmasa kerak, balon yaxshi-yu. Ja yangi balon qo'ymadik-ku, ozgina yurgan balonlardan qo'yib yubordim. Qishda menimcha qiynalmasa kerak. Gentraga qanaqa diska taksiya qilasiz endi? O'zini diskasi. Aka, bu legenda bari. Aka, bunga o'zini diskasi yonib turibdi. Temoli archa balonlar taqib qo'ygan ekansiz-ku. Buni bemalol qish o'tkazasiz, xudo xolasa menimcha, aka. Xudo xolasa bahorda. Yo, aka, bunga diska ko'zlamang. O'zi yaxshi? O'zini diskasi yaxshi. To'g'ri. Qishda bemalol xudo xolasa, lekin o'sha o'zini diskasi ochadi. Shunaqa. O'ziniki yarashadi, bunga optira diska bor-ku. Optira diskasini 17sini taqish kerak-da bunga. Vashi. 17sini taqsangiz olov bo'lib turadi-da, shahar ichida ajralib turasiz.
Nexus 3 bo'lganda Cobalt diskasini tavsiya qilardim. Gentraga yoki Optra o'zini elegan diskasidan boshqa diska tushmasa kerak menimcha. To'g'ri aytasiz lekin. Lekin tonirovkani urib kerak yoki oldiga. Tonirovka lekin to'g'ri avizatsiya. Tonirovkadan chiqasiz-a buni? Tonirovkadan chiqsa ham chang bo'lyapti, hozir mo'yka qilish kerak. Aka, Tonirovka qilsak, bitta tonirovka qilsangiz, xudo xolasa endi. ha, xudo xolasa. Olov bo'ladi-da. O'zi qanaqa mo'ljal qilyapsiz? Nima diska qo'ymoqchisiz, aka? Ya endi o'zini diskasi yaxshi-ku, shu diska voy Optra. O'sha yoqyapti-da. Optra yoqyapti. Ko'rdim ko'chada, ashi ani pakrushkani yuqasidan qo'yib, diskani kattasi qilib qo'yibdi. Boshqa turar ekanda mashina bor. Endi aka sizlar kira qilmaysizlar, ishga borib, ishdan uyga boradigan odamsiz, aka. Sizga bo'laveradi menimcha. 17 taqsiz ham endi trassada yurasiz-ku. Trassada yurganingizni hisobiga ham men shuncha bilinmasa kerak mashinangiz haydovchi sistemasiga. Shunaqa. Men balon ham ancha rol o'ynar ekanda haydovchiga. Yumshog'idan taquvdim-da, Lassa degan. Lassa multivazor degan. Yurish yumshoqmi? Ha, ancha yumshoq. Razgonlarga qanaqa u qiynalib ketmaydimi razgonga? Ya, razgon chotki. Buni 3 xil varianti bor-da diskani. Xigala 55 qo'yadi. Men 60 qo'yganman. Bu Gentrada 65. Diametri sal kattaroq. Bunda 65. Bu kattaroq balon, ko'rdingizmi? U lekin yomon tomoni rul burganingizda asking tegib qolishi mumkin. Tegib qolar ekan sal. Podkrilniga tegyaptimi shunda? Nagi burchagiga, xullas tegar ekanda. Sal kattaroq-da bu. Endi kattaroq. 65 ekan. 65. Nargi bunda 60. Bu zavodskiy 55 bo'ladi. 55 qattiq bo'ladi. O'sha lilongmi? Ha, 3 xili bor ekan. Bu o'rtachasi mana bu chiroyli turar ekanda, mana shu disk balon ekanda, diametri. Bu endi kattaroq bo'lib, diska kichkinaroq ko'rinib qoladi, qarang. Diska sal kichkinaroq bo'lib qolar ekanda. Bunda normal. Dalniga yurishi yaxshi-da bu katta baloni. Dalniga yurishga yaxshi. Keyin sal mashinani ko'tarib qo'yadigan ozgina. Endi Gentralar pastroq bo'lib tursa chiroyli turadi-ku bu. Sal ko'tarib qo'yar ekan, Cobaltga o'xshab qolar ekan, baland bo'lib qolar ekan. Shunaqa gaplar. Yaxshi. Okay. Yo, yopavering bo'ldi. Bo'ldi, shuncha gapirib tashladik. Balon deyiladi, qishga yaxshi ekanda bu. Mana bu balon Lassa multivazor nomi qishga yaxshi ekanda bu. Mana 3 kun qor kesib ketaverar ekan mana uchlari bilan. Keyin buni yomon tomoni balon bunaqasi taqib bo'lmas ekan. Mana gul bu tomonga qarab qolar ekanda taqib bo'lmas ekan xullas. Faqat bir tomon bilan yurar ekansiz. Organizatsiyachi o'zi bilsa kerak uni. Ha, biladi. Shunaqa bunaqasi taqib bo'lmas ekanda. Misol oddiy balonlar bunaqasiga taqib berasiz-ku, teskari qilib. Buni bunaqa taqib bo'lmas ekan. Bir faqat bir tomon ketadi-chi. Tez yerilib ketadi. Mani 14 balonim shunaqa edi. 4 talasi ham archa balon edi. 3ta balonim tez yedirilib ketganda, mana shunaqa teskari taqib qo'yishgan. Shunaqa. Bilmadim endi, xavordagi bo'lmaganmi, endi bilmadim-u. Mana shunaqa teskari taqib qo'yishganligiga tez yedirilib ketgan. Keyin 15 taqdim-da. Nimaga desangiz 15 shirokiyroq baribir. 1.95 u. Shirokiy bo'lganiga endi ko'p dalnik yurib qolib, yozda ko'p dalnik yuruvdim. Toqa qatnagan edik. O'shani tormoz olishimizga ancha foyda beradi-da. Alloh xohlasa Allohning o'zi asrasin-u. Lekin mana shirokiy balon ham tormoz olishga ancha foydasi bor ekan, aka. Shunaqa. 14 yurganimda ancha nimasi bo'ladi, tormoz bosganimda sirpanib ketyapti-da mashina. O'shani 14 taqib yurganimda ham bilsangiz Bo'stonliqda katta avariya bo'lgandim. Orqasidan e'tiboringiz bittasimi? Yo'limizga mana shunaqa qop-qora Gentra chiqib ketgan. To'g'ri. Videosi bor, Instagramga qo'ygan edim. O'shanga shirokiy balon imami taqqan sakadiskamni ham tormoz urishdi aka. Nima? Dalnida ketyapman-u. Avariyniy situatsiya bo'lib qoladigan bo'lsa, endi sirazi tormoz bosilmaydi-yu. Tormoz bitta bostirganda juda to'xtayapti-da mashina. Soatga unaqa chillab tortib ketmayapti. Nexaga nima deysiz endi Nexaga? Ikki chang bo'lsa keyin yoqmaydi-da keyin. O'zini kalpagan chiroyli lekin, o'zini kalpagan. Espero kalpak yarashadi bunga aka. Espero kalpagan balonlar haydaganmi? Nexaga taqib qo'yibdi. Nexaga qaraganda tormoz yaxshiroq. Nexaga haydagandimda, ikkalasini ham haydaganman. So'ralgan mashina lekin baribir. Lekin ancha aqlli mashina aka. Yumshoq-da. Metallari ham ancha baquvvatroq-da, hozirgiga qaraganda mana. Buni mazza qiladigan joyi, mazza qilinadigan joyi yumshoqligida-da aka. Dizayni qiziqtirmaydi odamni, saloni qiziqtirmaydi. Yumshoq yurish odamni qiziqtiradi. Ham ovozi ham zo'r. Keyin bamferi ham o'sha baquvvat ishlangan, bilasizmi? Ko'p avariyalardan oldin ko'p ko'rardik. Men bilaman, ishlarida plastmassalar orqamdan urib kelishganida hech narsa qilmagandi. Bamferi yirtilgan edi, atak suviga o'tib, suviga qiyshib, anaqa bagajda ochilib ketib qolib, unaqa narsa bo'lmagan edi.
Orqa shvelleri baquvvat ekanda bo'ladi aka. Shu farasi bilan tormozi yomonlashadi o'zi buni. Farani cho'tkasidan qo'yib qo'yibdi uni. Bunaqa shishali fara emasda bu. Led qo'yganmilar deyman. Ha, led ekan. Ha, ledda ekan. Ledda bo'lganligi Shu ekan o'zi buni jazosi. Ha, shishali bo'ladi. Ancha zuchiz va zavodskoy. Epicani tormoz sistemasidan qo'yib yuborilsa, vashi cho'tki bo'ladi deb eshitganim. Birdan Nexikga qo'yish kerak bu oldiga aka. Ha, o'sha zo'r bo'ladi. Konditsionerli, polni. Oynalari, ruchkalari nima desa bo'ladi? Elektronli bo'lsa zo'rda. Lekin oldida torroqman. Bo'yingizni odamlar siz ham bilinadimi o'tirganingizda? Passajir Men tomonlar. tizam tegib qoladi. Siz ham tegib qoladi. Men tizam tegib qoladi. Spark kengroqda ancha Nexia 1 ancha aqlli Spark lekin bu sidinasini orqaga polni tekkizib ketardim-da. O'shaning uchun ham ashtorlik qilgandi menga lekin. Shunaqa. Oldi bilan orqasi borligini hisobiga ichi sal torroq bo'lib qolganda. Ko'pchilik qiziqadi. Mana ko'rsangiz bo'ladi, salonimda barim bor-ku. Barim shilingan-ku. Ha. Nima qilib shilgansan bu barri, bu bar shilinmaydigan baru deyishganda. O'sha Bo'stonlikdagi DTPimizda oldimda yonimda bir minli ayol bor edi-da. O'sha ayol oyoqlari kirib ketib qolgan o'sha yerga. Bu shtrafni 3 kun, 4 kun yotgandan keyin va quyoshda turganda. Mana tomonga urilganda shuni to'g'rimi? Ha, quyoshda turganiga ko'zasi ko'chib ketar ekanda. Ko'zasi ko'chib ketar ekan. Ish qilib hech narsa qilmaganmi ayolga? Yaxshimi hozir? Yo, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Masalan, yurtdilar. O'shani alishtirgim kelmayapti. Yengisini olsam bo'ladi. 100 ming, 150 mingga beradi. Alishtirmayapman. Tinchgina. Orqa stoplarni ham takoy zo'rlarni qo'yib qo'ygan ekansizda. Stopni mahallamdagi akamdan olganman. Barter qilganmiz. O'zini radnoy bilan bunga barter qilib olganmiz. Ustiga ozgina raditsiya pul qilganmiz-da. Barter qilib olganmiz. Shu mamlakatga havo to'lishi boshladi-da. Bilsangiz shopayizda urishdi-yu. Shopayizda urishganda mana chekkalarni sindirib yuborishganda. O'ziga ham sal suv yig'ilib qolibdi. Suv yig'ib parlanib qolyapti-da. Lekin zo'r, baquvvat. Uncha-munchaga bu ham delfin svet. Uncha-munchaga ana qilinmaydi. Kir yursangiz ham bilinmaydi-da bunda. Bitta mo'ka qilasiz, bir hafta yuriladi-da. Menga u svet yoqadi. Bu ikkinchida, birinchi olganim Suxoy haydaganman, mana shunaqa svet. Mana shunaqa svet Spark haydaganman, Suxoy haydaganman. O'shandan keyin shu svet yoqib qo'ygan menga. Keyin tanish bilish qilib shu svet topdik, arendaga olganmiz-da. Yaxshi lekin aka, tortishlari zo'r. Spark tormoziga ishqozman, tormozi zo'r deb. Tormoz zo'rda aka. U ham balonga qaraydi va u tormoz olishi ham. Qanaqa balon taqqaningiz, agar zavodskoy balonda bo'lsa bilmadimi, sirpanadi. Yog'garchilikda, tez yurilganda dalni yo'lda, dalni yo'l ham tekis-u. O'shanga sirpanadi. Joni qattiq mashina-da buni. Joni qattiq mashina. Tanishlarim bor, hasa bosib mashinaga qaramaydi-da nima? Hadovigan qaramaydi. Ko'p Spark yuradi-da. Chunki boshqa mashina chidab bera olmaydi-da bularga. Spark bilan Cobalt dokozi kiraga. Shunaqa. Ha, yurtga tezgan mashina-da aka. O'shani hisobi ham menga yoqqan Spark. Men diskani olib tashlash niyatim bor, ya'ni o'sha 15 mi taqib qo'yaman. Endi yumshoq balonlaridan qilib, xohlasa. Masafa balonini maqtashyapti-yu. Shu 15 diska bilan shu masafa balon taqib qo'yaman, deb xudo xolasa. Faqat ishga bordi keldi yaxshi ekan-da bu. Shunaqa. Ko'chada yurishga, kira qilishga bo'lmas ekan bu diska. Yandexda bilasiz, mahallalar ichida ancha-muncha chekka joylarga kirib qoladi. Har xil joylar bor. Politsiyalardan o'tiladi. Diskani o'zi ham qiynalib qolar ekanda. Bugun endi aka diska haqida gaplashdik ozgina. Mana shu balonlari qanaqa taqilish kerak, nimaga foyda, nimaga zarar. Xudo xolasa endi men haydab yurgan laboyimizni bitta obzor qilib bermasak bo'lmaydi aka. Bo'ldi, xudo xolasa keyin safar. Nimaga tentib qo'ydi u? Nega bunaqa yurimiz, nimaga balonlarni alishtirmadik? Benzin yuradimi, propandami, gazdami? O'shanisini bitta gaplashamiz. Salomat bo'ling. Kattagon rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rishaylik.